Hatanboy lütf qildilar ustoz. Ha. Siz bilan etagingizni ushladim. Mana biz ham shogirdingizmiz. Lekin Hatanboy ustodan xursand bo'lsangiz bo'laverasiz. Nimaga? Billa yurganingiz uchun mana o'rnib o'tirgan joyingizni topdingiz endi. Ama havas qilganingiz yaxshi bo'ldi-yu. Niyatingizga yetarmikin siz yo'qmikingiz bilmayman. Nimaga? Chunki ushalmaysiz ustoz etagi sal kaltaroq. Xafa bo'lmanmi? Masi. Xafa bo'lman. Shogirdni ham kattasini tanlab olgan ekanman. Etagini ham sho'rib kichkina qilib yubordim. Mas'ud aka, mana ustozni aytyapsizlar, mana usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Juda chiroyli gapirdingiz. Ustozimiz bor ekan, bizni qatorlashtirib mana insonlarni oldiga olib kelib, birini ekka, birini bekka o'tkazyapti-yu, siz xafa bo'lmang. Nimaga endi? Eng katta shogirdlardan bittasi siz. Rahmat. Biz orqada bo'lsak ham siz oldiga o'tirasiz.